Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan so'zlarda muzof ilayh ko'rinishlarini o'rganamiz. Ya'ni ikki ism bir-biriga nisbatlansa, ya'ni muzof ilayh bo'lsa qanday holatda bo'ladi? Qo'llanmamizni o'rganamiz. Demak, qalamun so'zini tolibun so'ziga qo'shmoqchimiz. Ya'ni o'quvchining qalami demoqchi bo'lsak, qalamu tolibin. O'quvchining talabaning demak qalami. Demak, muzof tanvin olmaydi. Mana bu yerda tanvin olganda qalamun bo'lganda, muzof bo'lgandan keyin tanvin olmaydi. Va muzofun ilayh mana in tanvinini oldi. Ya'ni majrur jar holatiga keldi. Jar holatlarini o'tgandik. Biz jar holati ikki holatda ism jar bo'ladi. Birinchisi oldida jar harfi o'tsa, ikkinchisi mana undan muzofun ilayh bo'lganda jar bo'ladi. Demak, alif lomsiz mana so'zga qo'shilganda qalamu tolibin deb in tanvinini oldi. Mana bu yerda endi alif lomli so'zga ham qo'shib ko'ramiz. Qalamun at-tolibu so'zga qo'shsak, qalamut tolibi talabaning qalami. Bu yerda noaniq qandaydir talabaning qalami edi. Bu yerda endi aniq bir talabaning qalami hisoblanadi. Endi qo'llanmamizdan shunga doir misollarni ko'ramiz. Demak, qo'llanmamizda 20-betga mashqlarga kelgandik. Tamarinun mashqlar. Ayna kitabu Muhammadin. Muhammadning kitobi qayerda? Demak, e'tibor beringlar. Kitabu deb zamma o'qidim va Muhammadin in tanvinini berdim. Sababi muzofin ilayh bo'lgani uchun. Kitabu deb bu yerda tanvin bermadik, zamma o bilan qoldirdik. Muzofda tanvin bo'lmaydi va muzofin ilayhda mana tanvin keltirdik. Ayna kitabu Muhammadin. Muhammadning kitobi qayerda? Ajib anil asliyatil atiyati. Kelayotgan savollarga javob berishimiz kerak ekan biz hozir. Masalan, kitabu Muhammadin alal maktabi. O'quvchining, ya'ni Muhammadning kitobi partaning ustida deb javob berishimiz mumkin. Yana bu yerda ayna kitabu Ammarin. Ammorning kitobi qayerda? Demak, javob beradigan bo'lsak, kitabu Ammarin masalan tahtal maktabi. Ammorning kitobi partaning ostida deyishimiz mumkin. Yoki ayna haqibatul mudarrisi. Mana alif lomlik so'zga qo'shildi. Ayna haqibatul mudarrisi. Alif lomlik so'zga qo'shilganda, demak, tanvin olmaydi. Mana kasra i bilan demak muzofin ilayh i'roblandi. Ayna haqibatul mudarrisi. O'qituvchining sumkasi qayerda? Javob beradigan bo'lsak, haqibatul mudarrisi alal maktabi. O'qituvchining sumkasi partaning ustida. Adifil kalimatil ula ila thaniyati. Birinchi so'zlarni ikkinchisiga bog'lang. Ana buni endi keyingi darsda davom ettiramiz.